Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar. Salomatmisizlar? Ahvollaring yaxshimi? Bugun sizlarga Namangandagi yangi do'konimizdagi mahsulotlar hamda ushbu filialimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xudo xolasa Namangan shahridagi eng arzon skuterlar va motoroller sotadigan Boda kompaniyasidagi arzon narxlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, birma-bir sizlarga mahsulotlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Eng birinchi bo'lib elektronik motorollerlarning kabinkali variantlari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, 1 tonnali yuk ko'taradigan motor quvvatlari 1800 vatli, akkumulyatori 60 volt 68 amperli bo'lgan ushbu mahsulotimiz bor, ya'ni kabinkali motoroller. Hamma juda yaxshi biladi. Boda kompaniyasidan chiqadigan ushbu motorollerimiz hisoblanadi. Juda ham baquvvat, ranglari, rasvetkalari bor. Telefon raqamlarimizga telefon qilib bemalol savdolasanglar bo'laveradi. Narxi $1700. Kelib, ko'rib, test qilib minish imkoniyati bor. Barcha qulayliklar bor. Pechka, dislam, ventilyatsiya, luk hamma yog'i bor. Borti 180 ga 130. Bemalol 1 tonna yukni ko'tarib yurib ketish imkoni beradi. Yurish kilometrlarimiz 40 kilometrdan 60 kilometrgacha. Yuk holatiga qarab. Kelinaradi, keyingi modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Yaqinroq kelib ko'rsatamiz. Kichikroq bo'lsin, kichikroq yuk ko'tarsin deganlarga mana motorol rulli 600 kg ko'taradi. Motor quvvatlari 1200 vatli, hurmatli kuzatuvchilar. Akkumulyatorlari bo'lsa 60 volt 52 amperli. Narxi keladigan bo'lsa, hozirgi paytda narxi $1300. Kelishtirib tushib beriladi. Bemalol savdolash imkoni bor. Bundan tashqari 2025-yilda trendga aylangan mini labo modellarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Namanganda ham mini labomiz bor. Narxi $2000. Kelishtirib tushib berish imkoni bor. Telefon qilib bemalol savdolasanglar bo'laveradi. Motor quvvatlariga keladigan bo'lsa, 1000 watt, yuk ko'tarish hajmi 600 kg ga teng. To'rala balonlab ishlaydi. Bemalol kelib, ko'rib, xarid qilish imkoni bor. Ranglari 3 xil rangda. Qaymoq rang, oq hamda seri ranglarda. Juda ham sifati a'lo darajada. Mahsulotni o'ziga garantiya beriladi. Kelib, xarid qilsanglar ham bo'ldi. Keyingi mahsulotimizni ko'rsatib o'tamiz. Oilaviy bo'lsin, kabinkali bo'lsin, yuk ko'tarsin degan mijozlarimizga orqa borti 400 kg yuk ko'taradi. Sifati juda ham a'lo darajada. Mashina rulli, yangi pokoleniyada. Sidyenalari bor, bemalol 4 kishi o'tirib ketsa bo'laveradi. Pechkalari bor. Eng asosiy ma'lumotga keladigan bo'lsak, motor quvvatlarimiz 1800 vatli. Akkumulyatorlarimiz 72 volt 58 amperli. Sifati juda ham a'lo darajada. Buni ham narxi $2000. Kelishtirib tushib berish imkoni bor. Telefon qilib bemalol savdolasanglar bo'laveradi. Sifati juda ham a'lo darajada. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Pol kabina mahsulot degan mijozlarimizga mana ko'rishlari mumkin. Bu yerda ko'rinishi bir xil bo'lishi mumkin, lekin bu yerda ikki xil model bor. Bittasi 600 kg, ikkinchisi 1 tonnali. Ma'lumotlarimizga keladigan bo'lsak, motor quvvatlarimiz 1200 watt, akkumulyatorimiz 60 volt 52 amperli. Bemalol 40-50 km yuradi. Bundan ham ko'proq yuradi. Endi hozir havo siyapti, lekin 40-50 km ga garantiya beramiz. Kelishaveradi. Xo'p, bunisi bo'lsa motor quvvati 1,5 watt, akkumulyatori 72 volt 58 amperli, lekin ko'rinishlari juda ham a'lo darajada. Narxlari keladigan bo'lsa, eng asosiysi $1200 600 kg-ligi, $1300 1 tonnaligi. Ushbu aytib o'tgan narxlarimdan kelishtirib tushib beramiz. Telefon qilib savdolash imkoni bor. Kelarasizlar, keyingi modellarimizni birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kuzatuvchilarimiz, bu yerda Boda kompaniyasidan tashqari Alp Motors motorollerlari ham sotiladi. Hozir ularni ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Elektroniklar qatorida eng kichkina Alp Motors kompaniyasiga tegishli mana shu motorollerni ko'rishingiz mumkin. Yuk ko'tarish hajmi 600 kg ga teng, 130 kubali, 100 km ga atigina 3 litr yonilg'i sarflaydi. Uncha-muncha teshikka bemalol kirib ketaveradi. Buni kimlar oladi desa, tavsiya qilib qolamiz. Bozorchilarga, umuman olganda kichkina yuk bilan eltovchi dastavka xizmatlariga bemalol olishsa, maza qilib minishsa bo'laveradi. Eng zo'r tarafi juda ham chaqqon, maza qilib minishadi, sifati ham shunga yarasha garantiyalari bor. Kelib bemalol xarid qilishsa bo'laveradi. Endi elektronik motorollerlar keladigan bo'lsa, arzon bo'lsin, lekin sifati zo'r bo'lsin deganlarga mana hurmatli kuzatuvchilar, juda ham baquvvat 1 tonna yuk ko'taradi. 180 ga 130 bor. Akkumulyatorlari 72 volt 58 amperli. Motor quvvatlarimiz 1,5 vatli. Ramalari 43 mm diametrda. Juda ham sifati zo'r, 72 mm 72 cm uzunlikda. Umuman olganda baquvvatligini ko'ringlar, faralari ham to'rttali.
maza qilib yonadi. Sifati a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1100. Kelishtirib tushib beramiz. Bemalol telefon qilsa bo'laveradi. Rasvetkalari bor. Mana xolasalar ko'k olsin, xolasalar qora olsin. Sifati bir xil. Bemalol sakratib ko'rib, sifati tekshirib olsa bo'laveradi. Umuman olganda a'lo darajada. Xo'p, kichikroq model bo'lsin, lekin chaqqon bo'lsin deganlarga mana elektronikniki kichkina modeli. Kalonkalari ham bor. 600 kg yuk ko'taradi. Motor quvvati 1200 vatt. Akkumulyatori 60 volt 52 amperli. Sifati juda ham a'lo darajada. Maza qilib yurishadi. Bunga ham 40-50 kilometrga garantiya beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, mana ko'rishlari mumkin. Bu rasvetka. Mana bu yerda rasvetka, 3 xil rasvetkada. Sifat bir xil. Narxi $950 kelishtirib tushib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Savdolash imkoni bor. Bundan tashqari samasvalli bo'lsin deganlarga mana hurmatli kuzatuvchilar 1 tonnali samasvalli modelimiz. Orqa borti ko'tariladi. Bemalol mana ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p. Mana bortini ko'rishlari mumkin. Endi tepaga ko'tarib yotmaylik. Kuzatuvchilarimiz ham vaqtlari qadrli. Xo'p, akkumulyatorlarimiz 60 volt 63 amperli. Motor quvvatlarimiz 1,5 vattli. Kelib bemalol xarid qilish, savdolash imkoni bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $1400. Kelishtirib tushib beramiz. Kelishaveradi. Bundan tashqari tog' hududi uchun moslashgan mana bunaqa maxsus modellarimiz bor. Motor quvvatlari 1800 vattli, усиление holatda juda ham sifatli. Bu ayniqsa tog'li hududlar uchun moslashgan motorli deysa, biz aynan mana shuni taklif qilib qolamiz. Sifati juda ham a'lo darajada. Kolonkalari bor, xolasalar kolonkasizligi ham bor. Kelishtirib tushib beraveramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, eng asosiysi $1300 kelishtirib tushib beramiz. Sifati juda ham a'lo darajada. Motorlarga gap yo'q. 1 tonna yuk ko'taradi. Bemalol ko'tarib olib ketib yurishiga javob beramiz. Yurish kilometrlarimiz ham 40-50 kilometr. Undan ham o'zi ko'payadi, lekin biz aynan 40-50 kilometrga garantiya beramiz. Ko'proq yursa, xursand bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz. Keyingi modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Yosh kattalarimizga mana bunaqa maxsus Innova modellarimiz bor. Ularda ham narxlarni birma-bir sizlarga aytib o'taman. Xolaslaring pol kabinali, xolaslaring usti ochiqlari bor. Demak, narxlari keladigan bo'lsa, ushbu modelimiz $800, motor quvvatlarimiz 650 vattli, 60 volt 20 amperda turibdi. Sifati juda ham a'lo darajada. Kelib, ko'rib, minib xarid qilsanglar bo'laveradi. Mana men o'zim o'tirib ko'rsatib beray. Mana. Biroz changligiga ahamiyat bermaslik, lekin sifat juda ham a'lo darajada. Devorniklari, elektronik tablo hamma yog'i ishlaydi. Maza qilib yuradigan model hisoblanadi. $800 kelishtirib tushib beramiz. Keyingi modelimiz ham xuddi shunaqa. Narxi $800. Xolasalar faralarida tashqi ko'rinishda farq qiladi xolos. Xolasalar bu fasonda, xolasalar bu fasonda. Kelib, maza qilib, ko'rib, xarid qilsa bo'laveradi. Ochiq model so'raganlarga mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlari mumkin. Bu juda ham trendda bo'lgan model edi. Mana o'zim o'tirib ko'rsatib beray. Motor quvvatlarimiz 500 vattli, akkumulyator 60 volt 20 amper, 3 kishi o'tirib ketsa bo'laveradi. Endi oldinga kichikroq nevaralarni qo'yib ketsa, qo'l ushlaydigan joylargacha bor. Kichkina bolalar ushlab ketishaveradi bemalol. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi ushbu modelimizniki ham $700 kelishtirib tushib beriladi. Umuman olganda sifat a'lo darajada, test sinovlardan o'tgan. Maza qilib yurishsa bo'laveradi. Original Bodo kompaniyasidan ham mahsulotlar bor, mana ko'rishlari mumkin. Rasvetkalarda, ranglarida juda ham a'lo darajada. Motor quvvatlari ham bir xil, 1000 vattli, akkumulyatorlarimiz 60 volt 20 amperda turibdi. Kelib ranglariga qarab tanlab olsa bo'laveradi. Buni ham sifati juda ham a'lo darajada. Tablolari o'zgarishi umuman olganda odamga juda yaxshi qulaylik beradigan model hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsa, bular ham $800 dan kelishtirib tushib beramiz. Kelib savdolash imkoni bor. Yosh katta otaxonlarimizga, yo'lmasam yosh oilalarga tavsiya berib qolaman. Bog'chalarga yoki bo'lmasam maktablarga yosh bolalarni olib borib kelgani juda ham zo'r model hisoblanadi. Endi ko'pchilik so'ragan elektronli motorollerdan benzinli motorollerga o'tamiz. Hozir benzinli motorollerlar sizlarga narxlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Undan so'nggi bo'lib skuterlar, ya'ni kichik skuterlar haqida ham to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Demasam ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli chorvadorlar.
mana sizlarga maxsus motorollar olib qo'yganmiz. Ishlab chiqarilgan, ya'ni O'zbekiston sharoitida garantiya servislarimiz bor. Bu chorva uchun moslashgan Alt Motors'ning maxsus motorolleri hisoblanadi. 2 tonna yuk uchun mo'ljallangan. Motor quvvatlarimiz 200 kubali, 100 kilometrga atigina 6-7 litr yonilg'i sarflaydi. Sifati juda ham a'lo darajada. Kelib, ko'rib, minib, test qilib ko'rish imkoni bor. Hurmatli kuzatuvchilar, narxiga keladigan bo'lsa, $2300 kelishtirib tushib beriladi. Sifati juda ham a'lo darajada. Dastavka demoqchi bo'lgan mijozlarimizga dastavka ham qilib beramiz. Shunchaki telefon qilib aloqaga chiqsa bo'laveradi. Keyingi modelimiz 49 kubali, maxsus 1 tonna yuk uchun mo'ljallangan. Bularda ham garantiyalari bor. 100 kilometrga bular ham 5-6 litr yonilg'i sarflaydi. Motori maxsus ekonomik qilib ishlab chiqarilgan. Sifati a'lo darajada. Juda tez yurmaydi, lekin o'ziga yarasha juda ham quvvatli, ya'ni yuk ko'tarish bo'yicha. Keyingi modelimizni ko'rsatib o'taylik. Mana 3 tonnadan ko'proq yuk ko'taruvchi bo'lsin degan mijozlarimizga mana hurmatli kuzatuvchilar, haqiqiy monster kelib bemalol ko'rishsa bo'laveradi. Motor quvvatlari ham shunga yarasha 250 kubali qilingan, ya'ni original Zongshen kompaniyasiga tegishli motorlar qo'yilgan. Yoqilg'i bakki ham juda ham ulkan, 20 litrdan ko'proq yonilg'i o'ziga sig'dira oladi. 100 kilometrga 6-7 litr yonilg'i sarflaydi. 3 tonna yuk ko'tarmaydi deganlarga kelib, yuklab kerak bo'lsa, test qilib xarid qilish imkoni bor. Bundan ortiq nima kerak? Hurmatli kuzatuvchilar, kelib, ko'rib, maza qilib, test qilib xarid qilish imkoni bor. Sifatiga javob beriladi. Ishlatilgan materiallari Gammax materiallari ishlatilgan. To'g'ridan to'g'ri zavoddan olib kelib, mana shu fe'llarni birinchi qo'ldan olyapsizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu materiallarni kesalaring, xursand bo'lamiz, narxlariga tushib beriladi. Ushbu modelimiz 2 tonna yuk uchun mo'ljallangan. Hurmatli kuzatuvchilar, motor quvvatlari 200 kubali, narxiga keladigan bo'lsa $2100 kelishtirib tushib beriladi. Sifati buniki ham a'lo darajada, bakovoylari hamma yoq bor. Eslatib o'taman, mahsulot sotib olganlaringda 1,5 tonnadan tepasiga qo'shimcha zapaska balonlari bo'ladi. Ключ, damkrat, nabor qo'shimcha sovg'alarigacha bor. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ortiqcha rasxod bo'lmaydi. Ya'ni kaska olgin, boshqa narsa olgin, damkrat olish kerak, bu narsa olish kerak. Hammasi komplektatsiya ichida bo'ladi. Kelib, ko'rib, xarid qilsanglar bo'laveradi. 3 tonna bo'lsin, samasval bo'lsin deganlarga mana hurmatli kuzatuvchilar, 3 tonnali samasvalli modelimiz. O'zi og'darib, to'ntaradi. Aytganingizni qiladigan model hisoblanadi. Motor quvvatlari 250 kubali, 100 ga 6-7 litr yonilg'i sarflaydi. Vilkalari ham juda ham qalinlari ishlatilgan. Balonlarimiz 500 ga 12 simli balonlarda turibdi, sayvon balonlarda mana. Ko'rsatib o'taylik. Xo'p. Juda ham sifati a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu modelimizning narxi hozirgi paytda $2700 da tashkil qiladi. Tushib beramiz, telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Undan tashqari, pol kabina model so'ragan mijozlarimizga pol kabinalarimiz ham bor, ko'rishlari mumkin. Sifati juda ham a'lo darajada. 2 tonna uchun mo'ljallangan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $2350 kelishtirib tushib beramiz, savdolash imkoni bor. Bularda ham baquvvatligiga garantiya beriladi, motorlarga alohida garantiya beriladi, yurish probeglariga alohida garantiya beriladi. Kelib, ko'rib, xarid qilish imkoni bor. Eng asosiysi barcha uchun manzur bo'lgan kichik skuterlarga navbatni beramiz. Xudo xolasa, ularni ham birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman. 1, 2, mana 3, 4, mana shu turgan barcha modellarimizning motor quvvati 500 vatli, akkumulyatorlarimiz 60 volt 20 amperli. Xolaslarning jiddiy tormizda, xolaslarning taroz tormizlarni tanlab olsanglar bo'laveradi. O'ziga yarasha dizaynlari har xil. Narxiga keladigan bo'lsa, tasavvur qilinglar, hurmatli kuzatuvchilar, $348 dan kelishtirib tushib beramiz. Narxda ustida savdolash imkoni bor. Sifatlari a'lo darajada. Barcha kilometrlariga, probeglariga javob beramiz. Kelishsalaring barchasi savdo ustida hal bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsatib o'tgan mahsulotlarimiz bugun shulardan iborat edi. Ichkarida ham zapchastlar bor, kerak bo'lsa ulardan ham xabar beramiz. Mahsulotlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib berilaveradi. Savdolash imkoni bor. Telefon raqamlarini pastga yozib qoldiramiz. Eng asosiysi, manzilimizga keladigan bo'lsa, Namangan shahar, mana ko'rishlari mumkin, asosiy yo'lni ko'rsatib o'taylik. Lola bozor yo'nalishida ko'rishlari mumkin, Namangan sanoat va iqtisodiyot texnikumi ro'parasida Baraka oshxonasi yonida joylashgan. Kelsanglar xursand bo'lamiz. Xudo xolasa,
eng arzon narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.